أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. alloh taoloning iltifoti bilan sura baqarani tugatay deb qoldik. Hozir 282 oyatga keldik. Bu oyat Qur'oni Karimdagi eng uzun oyat hamda. Qarz oyatud dayn. Qarz haqidagi qarz ahkomlari haqidagi oyat Qur'oni Karimdagi eng uzun oyat deyildi ekan. Ilgirki oyatlarda Alloh taolo o'zaro qarz berishgan vaqtda ilm berimda jazoni qilishning nihoyat og'ir gunoh ekanligini so'zlab o'tgan hamda. Shu ahvollar bayon qilingan. Ammo oyatda shu qarz ilm berim qilishgan vaqtda shuning ahkomlari qandoq bo'lganligi haqidagi mazmunlar bayon qilindi. Alloh taolo shunday deydi: Estaizu billah. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub baynakum katibun bil adl ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. Ey müminler, muddet belgilep özra qarz berişsanglar, onu hüccet qilib yezib qo'yinglar. Aranglardagi xat bilgan kishi uni kam ziyoda qilmay, odillik bilan yozsin. Xat bilgan kishi Alloh unga bildirgandek to'g'riliq bilan yezishini rad qilmasin. U yozsin, zimmisida boshqalarning haqqi bo'lgan odam yozdigan kishiga aytib bersin. Qarzdor Parvardigori Allohdan qo'rqsin. Qarz olgan narsasini hech nimani kamaytirib etmasin. Agar qarz olg'uchi odam ahmaq, ya'ni xudbin aqlsiz isrofxo'r yoki ojiz, ya'ni kichik yoki bahim qari mushta bo'lsa, yoki gap qilolmasligi, gachiligi, kekashga tufaylidan o'zi aytib berolmasa, uning ishini boshqaruvchi odam odillik bilan aytib bersin. Sizlar er kishinglardan ikki kishini guvohlikqa taklif qilinglar. Agar ikki er kishi yo'q bo'lib qolsa, sizlar adolatiga, diyonatiga rozi bo'lgan kishilardan bir er ikki ayolni guvohlikqa taklif qilinglar. Bu ikki ayolning birisi unutib qolsa, ikkinchisi esiga soladi. Guvohchilar guvohlikqa chaqirilgan vaqtida guvoh bo'lishdan bosh tortmasin. Qarz mayli oz bo'lsin, mayli ko'p bo'lsin, uni qaytarish vaqti bilan qo'shib yozishdan erinmanglar. Allohning nazarida, ya'ni Allohning hukmida bu eng odillik va eng isbotliqdir. Ya'ni guvohlikning unutilmasligini eng isbotlovchidir. Gumonlanmasliklariga eng yaqindir. Lekin oranglarda qilishgan qo'lma-qo'l sodada hujjat yozmasanglarmi hech gunoh bo'lmaydi. O'zaro savdo qilishgan vaqtinglarda guvohchi taklif qilinglar. Putukchigimi, guvohchigimi ziyon yetkazilmasin. Agar ziyon yetkazsanglar, gunoh o'tkazgan bo'lasizlar. Allohning amriga va nahyisiga muxolifatchilik qilishdan saqlaninglar. Alloh sizlarga o'rgatadi. Ya'ni sizlarga ikkala dunyoda foydali bo'lgan ilmni beradi. Alloh hamma narsani bilguchidir. Yine tadayantum degan taamaltum. Ey iymon etgan mu'minlar, agar o'zaro muomala qilib qolsanglar bir qarz bilan, daynundan murod salam savdosi va qarzga o'xshash mushta muomala deydi. Salam savdosi degan pulni oldidan topshirib, molni keyin oladigan bunda bir savdo ekan. Salam savdosi. Qarz degan ma tu'tihi ghayrika min al-mal ala an yaruddahu ilayka ba'd zamanin. Sen boshqalarga berib turgan qarz, uni ma'lum muddatdan keyin sen qaytarib berish kutishib turib, sen boshqalarga berib turgan pul pichak, mol dunyo qatorliq narsani ko'rsatadi deydi. Shundoq salam va qarzga o'xshash dayn bilan o'zaro muomala qilishib qolsanglar, ma'lum muddatgacha, ya'ni muddat belgilamay qolmasa uning yo'li ayriman. Bu yerda muddat belgilab turib, shundoq bir muomala qilishib qolsanglar, uni yezib qo'yinglar. In istitaqan va daf'an lin-niza'i. Buni o'zaro bir ishonch turg'izish uchun
va talash tortishni yo'q qilish uchun deydi. Yezib qo'yishningki illati mushu ham deydi. Val yaktub yezib qo'ysin. Kitobat deyni qarzningki shu hujjatini sizlarning oranglarda bir kotib, yana bir putukchi odillik bilan yozsin. Bil haqqi fi kitabatihi. Shu hujjatni yozgan vaqtda haq bilan yozsin. Adil deganda murod al haq demoqchi ekanım. Shu qarz elingan shu molni ziyoda qilmasdan va uning muddatini ziyoda qilmasdan va kam qilmasdan shu qarz qilgan pulni va muddatni aynan yezib mushta odillik bilan yozsin demoqchi ekan. Vala ya'ba bosh tortmasin. Ya'ni vala yamtani' degan bo'ldi. Katibun shu yozgan putukchi min an yaktuba demoqchi ekan. Shu min hazb qilingan demashida yezib qo'yishdan bosh tortmasin. Agar shu yezishga, yezib berishga taklif qilinsa, Alloh uni o'rgatgandek ashta yezishdan bosh tortmasin. Allamahulloh degan faddalahu bil kitaba. Alloh taolo unga shu xat yezishni o'rgatib, uni boshqalardan ortiq qildi bu yerda. Shu Alloh taolo uni ashundoq ortiq qilgan o'xshash uni ashta yezib qo'yishga, putukchilik qilishga taklif qilgan vaqtda undan bosh tortmasin demoqchi. Fala yebxil biha. Uningdan bexillik qilmasin. Kama allamahullohdagi kaf harfi ya'baga mutaalliqdir. Ya'ni vala ya'ba kama allamahulloh demoqchida. Fal yaktub yezib qo'ysin. Yine bu boshda bir qitim deb bo'lib, endi bir qitim degandan keyin bu ta'kid bo'ldi deydi. Vel yumlil. Ya'ni yumlil katibu alayhil haqqu. Katib putukchimi qarzdor ya'ni zimmisida boshqaning haqqi bo'lgan odam aytib bersin. Imlo degani aytib berish demoqchi ekan bu yerda. Vel yumlil alayhil haqqu. Uning ustida haq bo'lgan odam. Ya'ni ustida qarzdorni demoqchida bu odamda. Uning ustida qarz bo'lgan odam putukchiga yozgan odamga shu gapni, ahvolni aynan aytib bersin. Chunki u putukchi bo'lsa al mashhudu alayhi. Guvohlikqa taklif qilingan odam, uning ustiga guvohlik berilgan odam. Yoki putuk shu hujjat shu al ya'ni guvohchi vaqt kelgan vaqtda shu asos bo'lgan narsa demoqchida. Fa yuqirru liyu'lama ma alayhi. U iqror qiladi uning o'zining ustidagi narsaning bilinish uchun. Vaqt kelgan vaqtda shuni iqror qiladi putukchi. Val yattaqillaha robba. U Parvardigori Allohni qo'rqsin. Ashni aytib bergan vaqtda Allohni qo'rqsin. Vala yabxas. Uningdan hech narsani, haqdan hech narsani kam qilmasin deydi. Fa in kana allazi alayhi al-haqqu safihan. Agar uning ustida haq bo'lgan odam, ya'ni qarzdor, safih bo'lsa, ya'ni safihdan murod mubazzir, pul molni buzib chechirgan isrofxo'r bunda odam bo'lib qolsa, yoki ojiz bo'lsa, ya'ni ojiz degandan murod yashi bir kichik bo'lganligi uchun yoki yashnab qolgan odam bo'lganligi uchun aytib berishdan oshni aynan aytib berishni ojiz kelgan bundaq odam bo'lib qolsa, yoki la yastati'u ay yumilla o'zi bevosita aytib berishga qodir bo'lolmaydigan odam bo'lsa, g'achilik sababdan yoki oshini ashadagi muomilning elib berayotgan tilni, lug'atni bilmaydigan bunday odam bo'lganligi sababdan o'zi aytib berish qodir bo'lolmaydigan bunday odam bo'lsa, fal yumlil valiyuhu. Shu qarzdorninki egisi aytib bersin. Mutavalli amrahu. Dadisi yoki vasiysi yoki shuning ishlariga ega bo'lib turayotgan odam yoki tarjimon degandek, mushta valisi aytib bersin. Bil adl, ya'ni odillik bilan aytib bersin. Vastashhidu. Sizlar guvohlikka talab qilinglar, taklif qilinglar. Ashhidu ala dayn. Ya'ni qarzga guvohchi talab qilinglar. İki guvohchini. Sizlarning erlaringlardan. Ya'ni balighil musliminal ahrar. Balog'atga yetgan hur musulmondan ikkisi. Hur musulmonlardan
ikki erga ikki guvochini taklif qilinglar. Fa illam yakuna rajulayni. Agar ular ikki guvochi ikki er bo'lmay qolsa, ya'ni ikki er guvochini topolmay qolsanglar, farajulu va imraatani. Bir er ve ikki ayol bo'lsin bo'ladi. Yashhadun ular guvohlik beradi. Yani guvohlik beradigan bir er ikki ayol bo'lsin bo'ladi. Guvochi bo'ladigan demakchi. Yashhadun bo'lgani guvochi bo'ladigan. Mimman taradawna min ash-shuhada. Sizlar rozi bo'lgan guvochilardan mushta bir er ikki er bir ayol. Ya bir er ikki ayol bo'lsa bo'ladi deydi. Sizlar uning diniga va adolatiga rozi bo'lgan guvochilardan. Bu yerda taaddudun nisa ayollarni ikki ayol deb mundoq qildi. Buningki maqsad nima desa li ajli an tadilla ihtahuma. Li ajli degan oyat yo'q, tafsirdagi gap hamda. An tadilladan murod ya'ni li ajli an tadilla demashida. U ikkisining birisi unutib qolganligi uchun. U ikkisining birisi unutib qolsa, yana birisi asl tutganligi uchun deydi. Nima uchun unutib qoldi degan chaqda ularning aqlininki va ishlarni kontrol qilishning ojiz bo'lganligi uchun deydi. Aqlining naqs bo'lganligi va kontrol qilish bir narsani zabt qilishninki naqs bo'lganligi sababdan shu birisi unutib qolsa, yana birisi yodiga soladi. Mana fatu kira deb o'qilgan deydi, taxfif bilan va tashdid bilan fatu zakkira deb mana ikki xil o'qildi ekan. İhtahuma degan u ikkisining birisidan maqsad yana yodiga unutib qolmay, xotirasi ching saqlagani yana birisiga, ya'ni unutib qolganiga aslatadi deydi. Bu yerda izkar jumlasi, ya'ni fatuzakkira ihtahuma ukhra degan mushu jumla illatning o'rnidir. Ya'ni ikki ayolni taklif qilishninki sababining o'rnida demoqchi. Shuning sababini bayon qilib kelgan. Ya'ni lituzkira an dallat. Ezib qilishining asl tutganligi uchun, unutib qolganiga asl tutilishi uchun demoqchi. Bu yerda bu zalal deb keltirdi bu yerda. Zalal degani ezib ketish, ozg'unlik degan gapda. Dakhalat ala zalal. Chunki bu unutib qolsa, shu ezib ketadigan gap, shu ezib ketishning sabab bo'ladi demoqchi. Yana bir qiroatda inning kasrasi bilan o'qilgan edi. An tabilla ihtahuma degan, ya'ni in da bunda o'qilgan. Shart ma'nosiga in bilan. Tuzakkira degan o'chaqda rafi bilan o'qilgan. Yana bir qiroatda. O'chaqda rafi bilan tuzakkira bo'lsa, jumla istinaf bo'ladi deydi. Uning javobi wala ya'bay fatuzakkiru bo'lsa, yana o'chaqda inninki javob bo'ladi demoqchi ekan. Fatuzakkira tuzak in tadilla bo'lsa, in harf shart bo'lgan ekan, tazilla aninki ismi bo'ldi. Fatuzakkira bo'lsa degan o'chaqda aning inning javob bo'ladi demoqchi. İstinaf. Yanına başlangan cümle. Ve la ye'be şuhedâ'u. Şahitler, guvaçılar başlatmasın. Eğer guvaçılık çağırılsa, yani guvalıkni kötürüşke, guvalıkni özüge erişke ve guvalıkni ada kılışke çağırılıp kalsa, guvaçı buluştun başlatmasın. İza ma deki ma ziyadiken. Yani İza du'u diyen gep demek bir yerde. وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ. Yani zerkip kalmanla. Onu yazıp koyuştun. Şu hüccetini yazıp koyuştun. Qarz üçünde yazıp koyuştun. Zerkmanla. Bir narsaniki guvoh bo'lgansa uningga haqdan. Yani bu bir qancha qatim ko'p yuz bergan bo'lsa-mu, bu haq bo'lganligi uchun, haq ish bo'lganligi uchun guvohlikni yazıp qo'yish hamda. Ya ma qarz elim berim yazıp qo'yish haq ish bo'lganligi uchun buningga guvoh bo'lgan narsani sizlar yezib qo'yishdan boshlat zerikmanglar. Ya'ni qarz hujjatini yezib qo'yishdan boshlat zerikmanglar. Sag'iran aw kabiran. U kichik bo'lsin yoki cho'ng bo'lsin. Yani oz bo'lsin yoki ko'p bo'lsin yezib qo'yishdan zerikmanglar. Ila ajalihi. Yani uni qarzni to'laydigan vaqtgacha men ma kunni qarz oldim, falon kunda topshiraman deb, ashuni aniq yezib qo'yinglar demoqchimni. Ila ajalihidiki hadin holdir.
fi taktubuhu. Yani en taktubuhudaki hu degan almashdan hol deydi. Sagiren ev kebiren ila ecelihi degan ashu hu almashdan hol bo'ldi ekan. Yani kichik bo'lsin yoki cho'ng holatda bo'lsin, uni ma'lum muddatigacha yezib qo'yishdan zerikmanglar degan gapim. Zalikum ashu yine ashuna yezib qo'yish Allohning dargohida eng odil ishdir va aqvamu lish-shahada va guvohlikni turg'izishga eng yordam beradigan ishdir. Chunki u shu guvohlikni aslatadi deydi. Yadkuruha va adna alla tartabu va yana sizlarning shak qilib qolmasliklaringlarga eng yaqindir. Shu haqni qarzning o'zini demoqchimdi va muddatning miqdorida shak qilib qolmasliklaringlarga eng yaqindir. Xo'sh, endi illa an takuna tijaratun hadiratun. Yana bir qira'atda tijaratan hadiratan. Faqatla yozmasanglarmi bo'ladi demoqchimdi. Illa bo'lgandan keyin yozmasanglarmi bo'ladi. Agar u hozir tijorat bo'lib qolsa deydi. Ya'ni ular o'zaro oranglarda o'zaro mada ya'ni oranglarda o'zaro topshirib oladigan hozir tijorat bo'lib qolsa, o'sha yerda yozmasanglarmi bo'ladi. Yani aranglarda qilishqin qo'lma-qo'l savdoda. Taqbiduna degan qabada, ya'ni naq topshirib oladigan. Yani qo'lma-qo'l savdo demoqchilar hamda qo'lma-qo'l ashta savdoda yozib qo'ymasanglarmi bo'ladi. Wala ajala fiha. Uning bilan muddat bekitilmagan. Qo'lma-qo'l savdo bo'lib qolsa demoqchi. Falaysa alaykum junahun alla taktubuha. Sizlarga gunoh bo'lmaydi uni yozib qo'ymasliklaringlarda. Bu yerdagi vel muradu biha buningki maqsad qilingan narsa al muttajaru fihi tijorat qilingan narsani deydi. Tijorat qilinayotgan molni. Tijaratun hadiratun degan yana bir qira'atda tijaratan hadiratan deb o'qilgan deydi. Tijaratun haziratun bo'lsa, u chaqda an takuna degan fe'l naqs bo'lmay fe'l tam bo'ladi u chaqda. Taqa degan ma'noda bo'ldi ekan. Tijaratan hadiratan bo'lsa u chaqda an takuna degi takuna fe'l naqis asa holatida bo'ladi. Andin tijaratan haziratan degan takunaninki xabar bo'ldi deydi. Tijaratan xabari haziratan uning sifati. Uning ismisining bo'ldi degan chaqda tijoratninki zamiri. Yani illa an takuna tijaratan haziratan degan mushna ma'noda bo'ladi demoqchi. Mushni taqdir qilmaymiz demoqchi. Va ashhidu idza tabaya'tum. Guvohchilikqa tortinglar agar o'zaro savdo qilib qolsanglar, ya'ni guvohchi qilib qo'yinglar. Agar o'zaro elim berim qilsanglar, savdo set qilsanglar. Fa innahu adfa'u lil ixtilaf. Bu ixtilofni ketkizib o'tadi. Vaqtdan vaqt kelgan chaqda talash tortish, nizo qilishmaslikqa foydasi bor demoqchi-da. Bu va uningda ilgiriki ahkomlarning hammasi mustahab ishdir deydi. Ya'ni mushuna qarz ahkomlarini yozib qo'yish vojib yoki farz o'rniga ish emas, balki mustahab ish. Wala yudarra katibu wala shahid. Ziyonga uchratmasin putukchi va guvochimi haq egisini. Qarz egisini, ya'ni qarz berib turgan odamni va qarzdorni ziyonga uchratmasin. Qandoq desa, guvohlikni yoki yozib qo'ygan shu hujjatni burmalash bilan yoki uningdan bosh tortish bilan ashta ziyonga uchratmasin. Yoki la yadurruhuma sohibul haqqi bi taklifihima. Ziyon uchratmasin u ikkisini, ya'ni ava katib bilan shahid, putukchi bilan guvohchi ikkisini, haq egisi, qarz berib turgan odam, ikkisini yozib qo'yishga va guvohchi bo'lishga loyiq bo'lmagan narsaga taklif qilish bilan ziyon uchratmasin deganlik bo'ladi deydi. Va in taf'alu agar sizlar mush nahiy qilgan ishni qilib qolsanglar, fa innahu fusuqun. Bu Allohning itoatidan chiqqanlik bo'ladi. Lahiqun bikum demoqchi ekan. Sizlarga kiradigan Allohning itoatidan chiqishdir. Vattaqulloh. Allohdan qo'rqinglar. Allohning buyurganlariga bo'ysunishda va chekilgan ishlardan yenishda Allohdan qo'rqinglar. Va yuallimukumulloh. Allah sizlarga o'gitadi.
Sizlerning ishlaringlarning foyda manfaatlarini o'rgatadi. Va yuallimukumulloh degan holun muqaddarayn taqdir qilingan bir holdir yoki yangidan boshlangan jumladir. Vallohu bikulli shay'in alim. Alloh taolo har narsani to'liq bilib turuvchi zotdir. Shunga har qanday ishda mushu qarz ishlari bo'lsin, mushu qarzni yezib qo'yish ishlari bo'lsin, guvohchilik ishlari bo'lsin, hamma ishda Alloh taolo bizningki qilayotganlarimizni bilib turuvchi zot, ko'rib turuvchi zot. Mush ishlarning hammasi shunga Allohdan qo'rqinglar. Allohning azobiga qilib qilishdan hazar aylanglar demoqchi. Va oxiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Alloh taolo hammaga manfaatli kalimat taqsin. Subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka va atubu ilayk.